Tak, assalomu alaykum bo'lajak millionerlar. Hop, o'tgan safar sizlar bilan biz fragment yasagan edik. Mana o'zimiz yasagan fragment. Esingizda bo'lsa, parametrik qilib yasagan edik. Endi bu darsda blok yasadik. Endi tortmali blok yasaymiz. Tortmali blok bitta eslab olamiz mana qilganimizni. Tak, 1G modul deb berganmiz. Asosiy tipi. Har doim mana shu narsadan bitta e'tibor beringlar. Asosiy modul yasayotganlarda mana shu bir xil bo'lsa, modul ustiga modul almashtirishinglar oson bo'ladi. Tak, artikulimiz yo'q. Eshikli mana modul. Tak, сборочный единица qo'yganmiz. Qo'ygan hammasi uchib turibdi. Raskoyga ham qo'yib qo'yish kerak, chepuga ham qo'yish kerak, chunki prisatkani chiqarishga chepu javob beradi, raskoyga. Raskoyda ham o'zingizlar uchun ko'rib olishinglarga raskoy chiqarishinglar kerak va smeta kerak. Smetani olib tashlasanglar, buning ichidagi hech nimani smeta hisoblanmaydi. Bular ham обязательно kerak. Xo'p, bo'ldi, hammasi yaxshi. Endi buni tortmali qilamiz. Eshik tortmali bitta qilamizda, buni har xil variatsiya qilib ishlatamiz keyin. Tak, 1G tortma. Saqlab oldik. Endi qo'shimcha saqlaganimizdan keyin qolgan ishimizni qilamiz. 1G tortma. Birinchi etaj bu. Pastga, o'rta, tepa deb nomlamadik. Ertaga sborkada onsonroq bo'lish uchun birinchi, ikkinchi, uchinchi etaj bo'ladi asosiy. Yoki birinchi, ikkinchi etaj bo'ladi. Xo'p, hamma narsamizni to'g'rilab oldik. Endi bizga fasad kerak emas, olib tashlaymiz. Polka parametrический bizga kerak emas. Butun nimasi bilan olib tashlaymiz, qaranglar. Polkani mana buni olib tashlasak, seksiya qolibdi. Gabaritning ramkasi qolib ketadi bo'lmagan. Ko'pincha mana tabni bosganimizda belgiladik, mana buni olib tashlaymiz. Lekin mana bu qolib ketyapti bizda. Bu ham ertaga xalaqit bermaslik uchun olib tashlaymiz. Bizda faqat blok qoldi. Hop, endi blokni biz tortma yasaymiz. Birinchi atmeni qilib turdim. Ichini o'lchab olamiz. 678 ga 368. 678 balandligi. 678. Sesiyada biz tortma yasagan edik. edi. Chuqurligimizni 500 tursin, hech qanaqa. Tortmalar standart yasaymiz. Oshxona mebelida o'zi 45 talik tortma bo'ladi va fragmentlar yasab qo'yamiz, uni almashtirish uchun ertaga. Ya'ni 35 talik kerak bo'lsa, 40 talik kerak bo'lsa, shunchaki ichidagi korpus almashtirib yuborasiz bo'ldi. Ishlar tezroq bitadi. Tak, buni kelinglar parametrический tortma. Tak, 3x qilamiz. Bu 3 talik tortma bo'ladi. Ya'ni o'zi parametrini berib, o'zi tortib oladi. Ikkita yo'li bor buni. Xohlasanglar 3 ta tortma qo'yib chiqinglar va elastichnost har bitta tortma tugagan joyga berib qo'yinglar. Xohlasanglar parametrический yasanglar. Endi tortmani yasaymiz. Esingizda bo'lsa, blok ham narsa tayyorlab olgan edik. Buni ertaga biz ishlatishimiz uchun faqat oshxonaga ishlatishimiz uchun tortma 3x. Ya tortma shunchaki 450 mm bo'ladi u. Tortma o'zini yasashimiz uchun nima qilaylik bilum. Va bunda biz nima berishimiz kerak? Tortmani ertaga almashtiradigan bo'lsak, ustimiz misol uchun bilinmas, boshqa brend kerak bo'lsa almashtirishimiz uchun oson bo'lishi uchun boshqa brend tortmaga umumiy tip berishimiz kerak. Tipimiz tortma 1x qilamiz. Bo'ldi. Asosiy nomiga yozib qo'ydik. Tortma 1x qilib berdik. Shuningcha mana qilaylik. Faqat oshxonada ishlaydigan qilaylik shuni. Shkaflar uchun boshqa yasaymiz. Demak, bizda сборочный единица bitta kerak bizga. Endi esingizda bo'lsa, biz tortmani naqalarni yasagan edik. Tortmani balandligini 200 mm dan andaza olamiz. Chuqurligimiz 450 qilamiz. Demak, qatta bitta endi.
buni yashiki, teleskop bloki yashik mana. Eksentrikli bor va Eurovinkli bor. Bo'ldi, ishlayapti hammasi. Bunga biza oldin furnitura qo'yib olamiz. Tak, bloom. Buni men gruppaga tashlab qo'yganman. Bu bloom furniturasi hammasi bor, shuningdek high voltiki ham bor. Hop, 16li fiksator zamokli qo'yamiz. Fiksatorli degani bu tagida shunda kirgizib qo'yadigan joy bor, shunga kirgizib fiksatsiya qilib qo'yiladi. 450 tali ishlatamiz oshxonada va buni o'rnatamiz joyiga. Endi bizga razmetkasini berib olamizda. Eskiyasiga tortmaydan ishlatsanglar bo'ladi. Agar ertaga chipi menga xalaqit bermaydi desanglar. Bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Chuqurligiga beramiz, hozir chuqurligiga ham berib olamiz. O'zi to'g'ri berdik shekilli hozir 1 mm ga adashdik. Chuqurligimiz 440 bo'lishi kerak. Biz salaska qo'yganimizda chuqurligimiz bizada 440 ga belgilaymiz va 440 gacha olib ketib qo'yamiz. Demak, bizada mana xohlagan yashiklarni xohlaganicha yasab olsanglar bo'ladi. Hozir biza aynan oshxona mebelini birinchi etajida ishlatish uchun har bitta blokini alohida yasab chiqamiz. Ichidagi blokimiz shu blokdan ketyapti. Bo'ldi. Demak, parallel liniya bizga kerak emas. Buni olib tashlaymiz. Bunga fasad qo'yamiz. Так, texnik fasadda ertaga bizda konflikt bo'lmasligi uchun hamma ola qolinglar. Oshxona birinchi etaj, fasadlar, parametrik fasadlar, texnik fasad. Mana hamma olamiz. Ya'ni ertaga biz fasadlarni bittada almashtirmoqchi bo'lsak, birinchi etaj va unga qo'shimcha penal, o'shalar fasadi bittada almashadi. Ya'ni hamma fasadni almashtirib oldik, tortmaniki o'zgarmay qolmaydi, bittada o'zgaradi tortmaydi. Ya'ni bu maksimal ishni tezlashtiradi. Demak, gabaritni ramkamiz hozir joyiga o'tirsin. Elasticnost bermadik. Horizontal. Tortma tugagan joyda va mana tugashdan ozgina oldin berib qo'yamiz. Vertikalni va hech qanaqa furnituraga xalaqit bermaydigan qilib qo'yamiz. Bundan kichkinasini qila olmaymiz tortmani, shuning uchun bizga shu ham yetadi. Hop, va chuqurlik. Voy 4 mm berganimiz sababi shunga. Bizga chuqurligi ham kerak. Demak, saqlaymiz buni. Men hozir e'tibor bergan bo'lsangiz, faqat 45 ning o'zida ko'rsataman. Kerak bo'ladigan bo'lsa, bunga qo'shimcha qilib o'zingizlar xuddi shu chipni yengilab almashtirib olsanglar bo'ladi. Almashtirish ham oson, o'zi salaskani bundoq belgilaysizlar. Mana. Направляющий tandem belgilaysizlar va buni 400 taliga almashtirasizlar. Mana o'zi almashadi avtomat. Ko'rgan bo'lsangiz, hammasi joyida qoldi, orqasi kichkinlashdi. Va 5 cm 5 cm kichkinlashtirib va mana ham mesiladan chiqqansa gabaritni ramkani kichkinlashtirib ketaverasizlar. Shunaqa almashtiriladi. Hop, demak. Agar nimadir noto'g'ri chiqib qolsa sizlarda, mana presatka almashtiramiz, presatkani to'g'rilab olishimiz kerak. Qo'yganingizda noto'g'ri bo'lib qolgan bo'lsa, mana bu o's chizig'i bor. Mana shu nuqtasi bu yoqqa surilib qolgan bo'lishi mumkin. O'shalarga e'tibor beringlar. Qo'yganingizda noto'g'ri qo'yilayotgan bo'lsa, o'sha elasticnost bor edi-ku deb keyin bitta elasticnost tekshirsanglar, bundan o'tib ketgan yo bunga yetmagan bo'lib qolishi mumkin. Bizda hozir chizuvdan o'tib turibdi. Shunaqa xatolar ham bo'ladi. Hop, demak, tayyor. Biz buni presatkasini nasechkaga o'zgartiramiz.
ekan. Hop, 3 nasechka ko'rgan bo'lsanglar, ortuvchi narsa kerak bo'lmayapti. Boshida o'sha qilib olganimizcha nasechkani ishlatyapmiz. O'zingizlar xohlasanglar bu nasechkani o'rniga vint, samarrez, xohlaganinglarni qo'shib turib, ertaga hammasini masalan, smetada hisoblaydigan qilib chiqarib olsanglar bo'ladi. Nom turadigan qilibdi, donasiga hisoblanib. Yoki kilosiga urib qo'yib, donasini chiqarsanglar bo'ladi, kiloda chiqarib beradi. Bizlarning sharoitda bu kerak emas. Biz bunaqa ishlamaymiz va buni har doim zapasi bilan beramiz. O'zida ham har doim zapasi bo'ladi bizning bo'lishgan. Shuning uchun shu tipda ko'rsatyapman. Bularni men o'tgan blokda ko'rsatib o'tganman, qanaqa qilib qo'shib, qanaqa hisoblashlarni. O'sha aynan nimada chiqib, smetada chiqib kelish uchun. Demak, bo'ldi. Buni elastichness hamma narsasini berdik, nasechkalarni o'zgartirdik va saqlaymiz. Buni endi biz oshxona modullari birinchi etaj tortma deb belgilaymiz. Tortma bizda bu texnik tortma. Texnik tortma desak ham bo'ladi. Va shu joyda bilimni boshqa texnik tortmalar qanaqa yasab qo'ysanglar bo'ladi. Xuddi shunaqa tortma qilib turib, faqat Highgoldmi yoki GTM xohlagan brendinglarga yasab qo'ysanglar bo'ladi. Davom etamiz. Ya'ni bu ustimizda shunday tashab almashtirish uchun mo'ljallashgan narsa. Mana. Misol uchun tashadik. Qaranglar. Nima ish bo'ladi? Misol uchun men sizlarga mana bunda ko'rsataman. Fasadni hozir yengillab turamizda. Boshqa material qo'yib. Aytaylik, mana shu joyda bizda mana shu narsa 450 litalik salaska deydi. Shunaqa, ya'ni qiyinchiliksiz almashtirib olishingiz uchun umumiy o'sha tipda yasab olishingiz kerak. Buni saqlamaymiz, boy saqlab olganmiz. Tortma 3x, buni tip beramiz bunga. Tak, tortma 1x edi, 1 tortma parametrik. Birinchi etaj tortmasi va parametrik bu. Hozir biz faqat oshxona mebeli uchun ishlayapmiz va universal qilib yasashdan foyda yo'q. Universal qiladigan bo'lsa, ertaga har xil yo'nalishda biz qiynalamiz. Demak, bizda tortmamiz bor. Uni biz birinchi qavatga, birinchi etajga saqlab oldik. Tortma texnik, parametrik qo'yish. Tak, buni shart emas, buni qo'yishinglar. Podkastda agar postoyanli bo'ladigan bo'lsa, shu yerdan olib o'z ishlatiraveradi. Bizga 3 ta kerak. Mana bu joyiga e'tibor beringlar. Zazor, orasidagi zazor 32 bo'lish kerak, chunki biz 16 tashqariga chiqarib yasaganmiz. Так, симметричный под линией установки. Фиксировать размер kerak emas. Bo'ldi, mana shunda turaversin. Oldin qo'yib olamiz. Tak, balandligi bizda necha edi? 678. Bunda bizda 3 ta tushish kerakmi? Bo'ldi. Birinchi qo'yib olamiz. Nega bizda chuqurligi o'ynab ketdi bilmadim. Mayli. Qo'ydik, endi elastichnessni to'g'rilaymiz. Elastichness bu 0 qoldiraverasizlar. Bu ham 0 bo'ladi. Добавлять величину зазора от ступен deganda tepa pastiga qo'shib yuboradi shu 32 ni. Shuning uchun kerak emas. 0 turadi. Минимальный отступ противоположного края bu ham 0 tursa. Endi bizda bu длина 700 gacha. 700 emas. Qaranglar. Eng kattasi bizda 920 bo'lsa, pastki blokimiz. Bundan ayiramiz 40. Tosh yoki installation hisobi. Bundan oyoqni ayiramiz 100 mm va 32 ayiramiz. 748 ekan. Shuning uchun 800 bersak ham bo'ladi. Bu yog'i 1,5 minggacha. Bo'ldi, 0 turadi. Tortma 450 talik bo'lum, hammasi joyida bo'ldi. Endi qaranglar, bu yerda bitta narsa bo'lishi mumkin. Bir xil razmerlarda mana pastida bizda 14,5 ko'ryapsizlar mana bu joyda. Bir xil razmerlarda tortma sal tepaga ko'tarilib qolishi mumkin. O'sha payt shunchaki to'g'rilab qo'ysanglar bo'ldi. O'zi umumiy proyektda aylayotganda ko'rasizlar o'sha joyni. Lekin bu ishimizni ancha tezlashtiradi. 3 ta qo'yib, buni razmeriga bo'lib, misol uchun hozir 678 3 ga bo'lamizlar-da. 678 bo'lib 3. Hozir bitta xatoyimiz bor. Bunda bo'lsa bo'lar ekan.
qaraylik 710 aero 32 678. Aytaylik 710 lik blok emasda sizda 720 lik blok. 3 ga bo'lamiz. 3 ga bo'lmaydi. Bu avtomat o'zi bo'ladi. Bu yerda biz bitta narsani to'g'irlamaganmiz. Hozir shuni to'g'irlab qo'yamiz. Elastichnost berganda mana bu joyga e'tibor berib ketinglar har doim. Shirina mayli. Shirinaga ham o'zi 1 qo'yish kerak. Bitta 1 bo'lish kerak. Farqi yo'q. Eniga kattalashaversin va bo'yiga bu ham 1. Ya'ni 1 mm dan katta bo'lsin deb biz ustanovka berib qo'yganmiz. Bo'ldi. Tozalaymiz va saqlaymiz. Bu nimaga kerak bizga? Hozir mana tajribada ko'rasizlar. Mana fasadning razmeri 233/67 bo'lib qolgan. Hozir 3 ga bo'lgan sababi bizda masalan boya bo'lindi 710 aero 32. Endi bunga qaranglar. 710 ni mana bu 710 dan kelib chiqib 710 ni 3 ga bo'lish kerak edi. 710 bo'lib 3. 236/66 hattoki bizda ham mana 233/67 emas 236/66 bo'lib bo'linyapti. Sababi ikkita tortmamiz bir xil razmer, o'rtasi kichkinaroq bo'lib qolardi shunda. Hozir agar o'sha razmerda qo'ysak, parametristik shunisi yaxshi, o'zi bir xil joylashtiradi. Endi buni to'g'irlash uchun mana bu yerga biz parametrni to'g'irlab qo'ysak bo'ldi. Tortma bilan okey. Hozir past tarafimiz 1 mm ko'tarilib qolish ehtimoli bor. Ko'tarildi. Ko'z bilan ko'rilyapti shunda. 13,5 bo'lib qoldi. Bu hech qanaqa strashniy narsa emas. Misol uchun agar standartni ishlaydigan bo'lsanglar, standart bilan faqat standart bizada 710 bo'ladi, korpusam undan katta qilmayman. Faqat oyog'idan o'stiraman desanglar. Okey. 1 mm qo'shib qo'ydim. -1 dan boshlagan deb. 14,5. Ya 15,5 bo'ldi mana. 1 mm katta rol o'ynayapti bizda. Ko'rdingmi 1 mm sakraverdi. Demak, bu yerda bizga bermaganimiz yaxshi. 15,5 bo'lib. Bermaganimiz yaxshi tarafi nimada? 1 mm katta rol o'ynaydigan narsa emas. Chunki mana bu tandemda o'zida tepa past qiladigan funksiyasi bor va yarim olib joyiga tushirib qo'ysa ham bo'ladi. Unga hattoki tegmasanglar ham to'g'rilasa bo'ladigan narsa. Tak, bo'ldi. Minimalniy 30 sportiva положено края. Mana shuni 0,5 qilib ko'raylik. Nima bo'ladi? Razmerimiz joy-joyida 233 va 230. Zazori shunga yarasha beryapti. Mana zazori 3.2 to'g'rilab beraveradi. 0,5 qilsak, misol uchun standart bo'yicha ishlaymiz, 13.75 bo'lib qoldi. Bu ham noto'g'ri. Demak, bunga tegmaganimiz yaxshi. Chunki unaqa bo'lgan sabab biz 1 mm ограничение berib qo'ydik. Shuni hisoblagan. Sog'ing. Xo'p, demak, bunimiz deyarli tayyor. Endi biz shu blokka o'ziga elastichnost berishimiz kerak. Hozir buni 3 taligini yasaymiz, ketdan 2 taligini yasaymizda va 4 taligini yasab qo'yamiz. Tak. Bu yerda hammasiga elastichnost berish shart emas. Misol uchun oddiy holatda, mana misol uchun buni berib oldik enaga. Bo'yiga gorizontal har bittasiga mana bu joyga berib chiqamiz. Bitta-bitta yasaganda. Bunda shart emas, bunda o'zida bor va mana seksiyani o'zi mana shu gabaritga javob beryapti. Faqat biz mana bu ramka uchun beryapmiz hozir elastichnost. Ya'ni shu ramkaga bog'lanib bu ham cho'ziladi. Demak, tayyor. Skript поделенный. Va bizda mana bu yerda ham gabarit bor, buni ham skript qilamiz. Ichida bo'lsa yevrolarga men rang berib qo'yganman. Mana shu narsa uchun ko'rib turish uchun mana tashqarisidan chiqib turibdimi? Demak, mana shu teshib ko'rinib turadi. Demak, saqlaymiz. Tortma parametrik. Buni bilimda yasaganmiz. Bilim tortma 3x. Joyiga ham to'g'rilab qo'yamiz. Tak, bariya tortma parametrik bilim. Hop, endi ikkitali yasashimiz ham oson yo'li bor.
xuddi shu razmer. Prosta 2 qilib qo'yamiz, bo'ldi. Okey. Deyarli bu hech qanaqa unaqamiz qolmadi va mana bu narsani xohlasanglar katta qilib qo'yinglar. Uni qo'yganinglarda baribir bunaqa tushmaydi. Katta kichkina qilaverasizlar ertaga. Xohlasanglar boshqa tortma yasab olinglar-da, kattaroq yoki blokka almashtirib qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Bizga shu ham qulay. Qo'ygandan keyin biz o'zimiz katta kichkina qila olamiz kerakligicha. Balki buni kattagina katta qilib, buni shunday qoldirarsiz. Sababi ichiga skritli yashil qo'yishinglar mumkin ichidan qo'yiladi. Shuning uchun shu turganicha bizga qulay. Buni birinchi saqlaymizda. Abdeniy tortma, bilim tortma 2x. Parametrik, okey. Va buni nomiga ham shuni kirgizamiz. Kopировать. Tak, demak, tortmali blokimiz uchun bizda parametrik tortmalar tayyor. 3 talikni qo'yamiz. O so'rayapti, qayerdan boshlaydi? Ha, biza elasticity qaranglar. Shu yerni to'g'rilab ketaylik. Chuqurligiga bermagan ekanmiz. Chuqurligini ham berib qo'yganimiz yaxshi. O'zi ichini aniq belgilab oladi parametrimda va aynan shu bo'yicha ishlaydi. Vertikal, gorizontal, frontalniy плоскость. Demak, mana shu razmer qolguncha bu ishlaydi. Bu razmer bo'lmasa qo'yilmaydi. Tushundinglar? Ya'ni bizda bu yerda hozir 454, 455 razmer bor. Shundan kichkina qiladigan bo'lsangiz, mana taqab qo'ya qolinglar. Misol uchun yaxli 450 bo'lsa 455. Agar shundan kichkina razmer bo'lsa tegib qoladi deydi. Ichiga umuman tortma qo'yib bermaydi. 1 mm qilaylik. Tozaladik. Saqladik. Buni ham xuddi shunday qilamiz. Frontalni. Har doim esingizda qolsin, mana shu qo'ygan chizig'inglardan o'ng tomonini oladi. Mamutga qo'ysanglar, mana mashindan qolgan qismigacha ham kichkinalashtirsa bo'ladi. 1 mm. Aslida o'zi 3-4 mm qoldirganda yaxshi. Sizlarga ko'rsatish uchun taqab yasaolman. Endi buni oson yo'li, oson varianti, ya'ni osonlashtirgan variantimiz bizga qulay tarafi birinchidan katta kichkina qilgan razmerlarimiz, proporsiyalarimiz shunga mos bo'ladi va mana masalan elastikimizga yarasha buni ham gabaritli ramkasi bizga to'liq bo'ldi. Ertaga joyiga-joyini almashtirganimizda ham oson bo'ladi. Joyiga-joyini qanaqa almashtiramiz desanglar mana. Bo'ldi. Ishinglar bitta. 2 talik tortmaga aylanib qoldi. 3 talik tortma va 2 talik tortma. Endi 4 taligini yasab qo'yaylik shuni. 4 taligini yasashimiz uchun 4 taligi uchun bizning tortmamiz kattalik qiladi. Texnik tortmani ochamiz. Va mana bu narsani kichkinalashtiramiz. Bizga 90 bo'lsa yetib qolishi mumkin. 80 qilaylik shu. 80. Demak, buni biz mana qilamiz. 4 ga 4 qilamiz-da buni. Ertaga o'zimiz nimaga buni yasaganmiz deganda 4 ga 4 qilish uchun va ga 80 qilamiz. Ga 80 chuqurligida. Mana bu chuqurligi tepadan pastga. Okey, va buni saqlaymiz. Ha. Ya'ni mana ikkita nuqtani olmaydi-ku. Buni biz xohlaganingizdan keyin qo'yishingiz mumkin. Men o'zimga qulayini qo'yib qo'ydim. Buni ham olmasak bo'lar. O'zira chizuvcha qilamiz endi. Hali. To'rtga 80. Okey, saqladik. Endi shu yasab qo'ygan parametricheskimga kiramiz va yengilab olsak bo'ldi. Demak, bizga bu kerak va buni sonini biz 4 ta qilamiz. 400 gacha 4 ta bo'lsa. Bo'ldi, 4 ta bo'ladi endi. Demak, okey.
Mana bizga sig'di 4 tali. Tandemda qaranglar. Tandem mexanizmda 4 tali sig'di bizga va hamma parametrlarimiz joy-joyiga keldi. Va bu aynan shunisida adashmasam tagida 1,5 mm bo'lib qolmaydi. Tortma 4x qilamiz. Ya'ni 4 tali, 3 tali, 2 tali tortmamiz bor. Bittalikni va xohlasanglar bittalik yasab qo'yinglar, xohlasanglar fragment yasayotganlarda yengil olsanglar bo'ladi. Даже o'sha tagidagi eshigi bilan qo'shib yasab qo'ysanglar bo'ladi. Bitta tortma tagiga eshik tushadigan bo'lsa, butun fragmentlar yengillanadi. Xuddi shunaqa fragment yasab qo'yasizlar bo'ldi. O'sha parametrik mana bunaqasini nomini to'g'irlab. Hop, demak, tortma 4x. Buni biz saqlaymiz va buni parametrik tortmaga joylashtiramiz. Ko'rdinglar, ishinglar qanchalik oson bo'ladi. Bitta fragmentinglar bor. Misol uchun parametrik xohlasanglar 4 talik qilasizlar va 4 talik uchun tekshirmoqchi edik. Yo'q, 4 talikda ham bizda 1 mm kam beribdi. Sababi 710 ni 4 ga bo'la olmaganlarimcha. 710 bo'lib 4. To'ppa-to'g'ri 0,5 bor. 0,5 177 o'ndan 5 bo'lganini hisoblaylik, lekin biz 0,5 hisoblamagan 1 mm deganimizning sababi mana shu narsa bo'lyapti hozir. Bu narsani qilmasak fasadimizning razmeri o'zgarib ketadi va pinni sentr arri kesa olmaydi. Demak, mana 4 talik tortma tekshiramiz. 2 taliga almashdi, 3 taliga almashdi. Xuddi shunaqa, misol uchun buni ichiga hattoki skriti tortmaligini ham yasab qo'ysangiz, skriti tortmani qo'yib ishlaydigan qilib qo'ysanglar bo'ladi. Misol uchun mana bu yerga qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, qaranglar, ozgina qiynaldik, lekin ishimizni osonlashtiradigan juda ko'p ish qildik. Birga tortma, mana tortmamiz tayyor. Tortma blok. Endi qaranglar, bitta ish qilib ko'ramiz, boyagidek fasadni almashtirib ko'ramiz. Demak, bitta oshxonani razmerini qo'yamiz. Aytaylik, eniga bizga farqi yo'q-ku. Misol uchun 2000, bo'yiga misol uchun 850 qo'shuv 600. Shuni o'ziga yetadi bizga. Biz hali ikkinchi etaj yasamaganmiz. Aytaylik 580 chuqurlik qo'yamiz. Ikkinchi etaj yasaganimizda to'liq qo'yib chiqamiz. Misol uchun mana proyektni oldinglar, qo'lingizda razmer bor va uni bo'lib oldinglar. 850 da installation samiz tugaydi. Installation samiz tekstolitr 38 mm, shuni 40 qilamiz. 2 mm zapaska o'sha kley hisobi, boshqa ugelniklar hisobi bo'ladi. Demak, 600 ga 600 qilamiz va oxirgisi bizda uzunroq bo'ladi. Bittada hammasini tekshirib olamiz. Birinchi etajda bizda mashina Facebook o'chirib tashlaymiz, bizga kerak emas, shunchaki o'tgan safar qilgan edik. Va buni mana kerak joyga beramiz. Misol uchun yo taqab beramiz, 58 ga shunda fasadimiz bilan 60 bo'ladi yoki mana 30. Odatiy holatda agar uchga bo'lsa 3 sm kirgizib bersanglar umumiy, shunda fasadinglar 1.6 va ruchkaga ya'ni 2 sm plus va xalaqit bermaydi ruchka. Ko'pchilik 5 sm ham kirgizib yuboradi, shart emas unaqa uzoq kirgizish. Tortmalikni qo'yamiz. Endi buni test qilamizda ko'ramiz qanchalik darajada bu bizning ishimizni tezlashtiradi. Va aytaylik, mana bu bizda 70 mi qancha blokimiz bor. Bu ham o'zi avtomat fasadni qo'yib berish kerak. Iloji boricha har doim esilardan chiqmasin, razmetka bilan ishlanglar. Ya'ni nima degani? Bitta bu chizuv emas, yondan chizuv hammasini berib va har doim mana bu narsa sizlarda yoqib tursin. Bu siz ishlash o'zi buni emblemasi ham ko'rlariniznakiga o'xshaydi. Mana bu narsalar kerak har doim. Shu 0.5 ga chiqib ketmasligi uchun, boshqa uchun. Misol uchun bunda parametrda biz ochiq qilib berganmiz mana. Mana. To'g'ri. 1 mm dan katta bo'ladigan qilib bersak bo'ladi. Ertaga eshigimizda ham muammo bo'lmaydi, hech nimada muammo bo'lmaydi. 1 mm dan beradigan qilib qo'ysak bo'ladi. Shunda mana agar 0.5 kattalashtirsam, endi eshikda beruvmidiki yo'qmi esimda yo'q. Mana bunaqa tushib qolishi mumkin. Mana bu o'chuv bo'lsa ko'rmaysizlar. Eshikda mana 25 qo'shilib qoldi. Mana joyiga tushdi hozir, eshigimiz ham joyiga tushdi.
Shuning uchun parametrga 1 mm dan berib qo'ysak, 1 mm dan yoki 2 mm dan katta bo'ladigan bo'lsa, bizga qulay bo'ladi. 2 mm dan bo'lsa, ikkita eshigi u zarur. 2 mm dan katta qilmasanglar, 1 mm yarmi 0.5 qo'shilib qoladi. Keling, naglядно ko'rsatdik sizlarga. Qaranglar mana. Bizda 0.5 shak turibdi. Demak, har bitta nuqtamiz yarim millimetr. 1 ga katta qilsak, 1 mm ga 5 paydo bo'lib qoldi. Endi keling, sразу parametrini berib ketamiz. Parametr nima anaqa? Elastichnost va bu eniga bizda 2 mm dan katta bo'lsin. Vысотamiz 1 mm dan katta bo'lsin. Glubina kerak emas. Glubina mana bizda 0 shtuk turibdi. Hech qanaqa bermaganmiz. Glubinani biz chunki olmaymiz. Bu tayyor blok. Buni chuqurligini ko'pincha o'zgartirmaymiz va tayyorini qo'yamiz. Demak, balandligiga ham, eniga ham bizda точный o'sadi. Ayniqsa, mana bu narsa uchuv bo'lsa, xato qilish ehtimoli pasayadi. Misol uchun ustugaga bersanglar, virguldan keyingi nima qilay deydi, qo'shaymi, olib tashlaymi siz ham bilmaysiz uni. Bitta narsangiz 1 mm, 2 mm kichkina bo'lib qolsa, ertaga ishlab chiqarganingizdan keyin u ham yaxshigina qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Bu bo'ldi va tortma 3x. Buni ham xuddi shunaqa elastichностini to'g'irlaymiz. Shirina bunga 1 ham yetadi, chunki 1 dan katta bo'lishi kerak bu. Vысотаga ham 1 yetadi. Glubinaga kerak emas bizga. Glubinada faqat shu bizga bergan 454 dan katta bo'lsa bo'ldi. Demak, buni ham tozalaymiz va saqlaymiz. Endi ustiga tashlab almashtirsam bo'ladi, lekin boshqacha chizamiz. Aytaylik, mana proyektni chizamiz. Qaranglar. Katta qilyapman. Aytaylik, mana mashinamizdan 0.5 katta bo'ldi. Hozir qo'yib tekshiramiz. Agar siz to'g'ri saqlagan bo'lsak, 1, 2, 3 cm kirgizdik. E'tibor berdinglar? Va liniyadan oshirib qo'ygandim mana. Aytaylik, xato qildim men 5 mm ga. Foydasi yo'q. 1 mm ga ham katta, 1 mm ga eni katta bo'lyapti. Tortma chunki bu. Eshik. Bittasini chizib olamiz. 2 mm ga mana qaranglar. Yarimga kam bering, nima bo'lar ekan. Shunaqa parametrlar bilan xato qilish ehtimollari juda kam bo'ladi va ertaga ishlaganingizdan keyin noto'g'ri razmerlar chiqib qoladigan muammolar bo'lmaydi mana. Ya'ni sizni ko'zingiz ko'ra oladigan darajada mana bu joyda zazor bo'lyapti. Ertaga savol tug'iladigan darajada noto'g'ri qilib qo'ygan bo'lsangiz. Va buni aniq bilasiz nimaga bunaqa noto'g'ri bo'lganini. Bu 1 mm dan katta bo'lmaydi. Agar 1 mm dan katta bo'ladigan bo'lsa, eshigingiz ikkita bo'lganida eshigingizga muammo bo'ladi. Tak, demak, tortmamizda bizda tepadan tushib qolyapti va pastdan tushib qolyapti. Bunaqa bo'lmasligi kerak aslida. Bunaqa bo'lmasligi uchun tak hozir ko'ramiz bitta. Tortma blokga. Tortmamizda bizda ichkanaqamiz seksiyamiz bir bu yerdan bir ko'tarilib tushgan. Tortmaga birdan ko'p bera olmaymiz, shu sabab asosiy tortma. Hop, fiksировать. Bizga razmer elementi emas, razmer zazori. Bu ham kerak emas, faqat mana shu kerak bizga. Давайте kerak emas. Chorni ustupot ba'zi. Mashinaga -1 berib ko'raylik, balki yaxshi bo'lar. Tak, pastda bizda toza 1,5 qoldi. Tepada lekin o'zgarib ketdi. Yo'q, o'zidek qoldiramiz. Buni chunki to'g'rilash joyida ham qiyin emas. Tim bo'yle agar orqasidan qo'yiladigan ruchka bo'lsa, qo'shimcha zazoringlar bo'ladi.
Buni bemalol ko'tarsa bo'ladi. Mana bitta 1,5 millimetr oladi, bu ham 1,5 millimetr oladi, joyiga tushadi. Demak, yoki boshqa yo'lni ko'rsataman. Buni kattalashtir deylarmi? Agar kattalashtirsanglar, mana bu joyda fasad tepa mana shunaqa yozib qo'yish esingizdan chiqmasin, sborщикlar adashmasligi uchun o'rtaga qo'yib qo'ysa, chunki bizda prisadkamiz bir xil tushgan. Adashishi mumkin. Va pastki. Fasad pastki. Anaqa yozib qo'yish esingizdan chiqmasin. Ya'ni o'zgartirish kirgizganinglarda oxirida bir xil bo'lsin deyilib 1 millimetrdan kattalashtirib qo'ydik va mana buni tekshirmadik biz. Hozir bu ishlarni qilayotganimiz yasagan fragmentimiz test qilamiz, ya'ni qayerda nimasi bor. Kattalashtirmasa ham bo'ladi, chunki 3D tepa pastga o'ynaydi har doim. 2 millimetrdan kichkinaga katta bo'lmayapti. Faqat 2 millimetrdan bo'lyapti va fasadimizning razmeri bizda aniq chiqyapti. 398. Endi undan oldingisi 397 edi. Endi qaranglar, fragment mana shu bloklarni nafaqat o'zini, balki fasadlarni almashtirish ustida ham ishlaymiz. Tak, mana qilamiz. Fasadlar, parametrik, texnik fasad. Texnik fasad. Buni yana bitta yasab olaylik. Texnik fasad. Bitta men misol uchun materiallar qo'yib olgansizlar har xil. Shu materiallardan shu joyiga qo'yishingiz kerak. Kromkasi bor ekan. Texnik fasad ichiga buni белый гладкий deb saqlaymiz. Fasad texnik. Белый гладкий. Aytilo ultra dekor. Белый гладкий. Iloji boricha saytlarida yoki o'zi nomida qanaqa yozilgan, shunaqa yozganinglar yaxshi. Misol uchun buni 503 5 kvadratli. Tak, hammasi to'g'ri. Saqladik. Yopamiz, kerak emas. Mana shu hammasi almashish kerak bizda. Yo'q, hozir bizda bitta xato bo'ldi. Orqaga ham urib, nimaga urib o'rganimni hozir sababini bilamiz. Bir Y korpus deb berib qo'ygan ekanmiz buni biza. Boshidan xato qilgan ekanmiz. Bir Y fasad parametrik to'ppa-to'g'ri bu bizning katta xatoyimiz bo'lgan ekan. Korpus fasad deb beramiz. Okey. Va hammasini o'zgartirib chiqamiz. Korpus fasad. Ya'ni test qilganda hamma narsani ko'rasizlar va xatolarni ustida ishlashga vaqtinglar bor, fragment umuman ishga tushirishdan oldin. Buni ham bir Y korpus emas, chunki umumiy korpus haqida gap ketyapti. Bizdagi faqat fasad kerak. Shuning uchun fasad o'ziga alohida mehr berib ishlaymiz. Demak, bu yerda bizda xuddi shu narsa boya tortmada bor edi. Va parametrik fasadlar, fasad parametrik uchun texnik fasad va fasad chap o'ng qilgan edik. Chap va o'ng. Chap taraf fasadimiz. Bu qatdan olgan edik biz. Buning uchun biz mana buni o'zgartirishimiz kerak texnik fasadni. Agar buni biz seksiyaga qo'shib qo'ymagan bo'lsak. Chap fasad, o'ng fasad, ikkitali fasad. Parametrik fasadlar uchun ikkitali. Hozir o'zgartirishga harakat qilamiz. Ikkitali. Tak, ikkitali chap taraf, o'ng tarafga. Demak, endi biz buni texnik fasadga kiramiz. Tipini topolmadik, ko'rdingizmi? Buni biz hattoki mana bu yerdan o'zgartirib qo'ysak bo'ladi. Fasad. Tip qanday bo'ladi? Bir Y korpus fasad bo'ldi. Shuni o'zini saqlaymiz. Bo'ldi. Keyingisi. Bizda mana fasad texnik bir Y korpus fasad. Faylni o'g'irlashtirmaslik uchun qo'yilgan. Mana bu ishni tozalashi. Taqdim fasad. Tip bitta kerak emas, fasad chap.
fasad quruq deb bergan ekanmiz. To'xtaylik. Texnik fasad mana bizga kerak. Fasad va o'ng taraf. Fasad. Demak, umumiy korpusimizni tipi bilan faqatgina fasadning o'zining tipi ham bir xil bo'lib qolgan ekanmiz. Endi bu yerda shunchaki yengilab chiqamiz. Elastichniz. O'tgan safar yasaganimizda shu xato bo'lgan ekan. Shuning uchun sig'ida to'g'rilab qo'ygan yaxshi bo'ldi. Shunchaki shu o'zi tanlab qo'yamiz. Ikkitali fasad. Shu fasadni boshqatdan tanlab olamiz. Har doim ham ishlamay qolishi mumkin. Biz saqlamagan bo'lsak ham bir xil paytda ishlamay qoladi. Shuning uchun yengildan shunchaki bizdan ko'p vaqtimiz olmaydi. Boshqatdan saqlab chiqsak, nur ustiga a'lo nur bo'ladi va biz 200% bunga ishonch hosil qilamiz ishlashiga. Nimaga unaqa qilganimiz, parametrически o'lchab qilganimiz sababi esinglarda. Значение зазора. Bo'ldi, to'g'ri. O'ndan chapga. Okey, saqladik. Model 9. Endi bizda faqatgina ma'mulani o'zgartirib chiqsak bo'ldi. Yaxshi tarafi bizda hali modulimiz ko'paymasdan oldin shu xatoni ko'rdik. Har doim bitta modul qilganinglar tekshiringlar. Birga tortma fasad. Biz anaqani almashtirmadik. Tortmalar. Tortma, texnik tortma, fasada. Blok. Texnik fasad bizda shunda birga korpusimiz. Texnik fasad bo'ladi. Saqlaymiz. Shunchaki tipini almashtirib chiqib olmay ishimiz bityapti. Fasad. Tortmamiz ham tayyor. Endi tortmani biz parametrik tortmani to'g'irlasak bo'ldi. Demak, birga eshik. Buni ham biz mana bu joyida birga korpus deganimizni berib qo'yamiz yoki o'ringa almashtirib olamiz, farqi. Hammasini ketma-ket o'zgartirib chiqsak, ishimiz ham bitadi. Tortmali. Tortmaga biz seksiya ishlatganmiz, parametrik. Mana bo'ladi. O'zgargan bo'lishi kerak. Aslida o'zgargan bo'lishi kerak. Hozir tekshirib ko'ramiz. Demak, mana qildik. Va buni fasada. Agar o'zimiz o'zgarmagan bo'lsa, mana hali o'zgarmagan. Uchtali tortmamiz. Buni shunchaki aslini o'zgartirib chiqsak bo'ldi. Mana bu joyda bunday qilib okey bo'ldi. Demak, bu tayyor. Bular asosida bitta tortma turibdi. Shunga har bir tortmani o'zgartira olmaymiz va bitta elastichnisdan o'zgartiramiz. Okey. Bo'ldi. O'zi ishlatayotgan tortmani belgiladi va buni xohlasanglar tozalamayman. Menga odat bo'lib qolgan. Shunchaki tozalab ishlash. Ko'p bo'lib ketsa bir xil payt bilmay bosaversam ham oldinroqdan boshlab ketadi. Ko'rmay qolishim mumkin. Demak, bu alohida tortma yasagan edik. Bu ham o'zini tortmasini belgilasa bo'ldi. Okey. Tortmani tipi bizda birga korpus. Saqlaymiz. Eshikli fragmentimiz bu ham bo'ldi. Birga korpus fasad bo'ldi. Hop, endi tortmalini ham olamizda. Bor ekan, tortmani ochib qo'ygan ekanmiz. Demak, tortmani shunchaki bitta shuni almashtirsak bo'ldi. Uchtaliga almashtiramiz va tekshirib olamiz. Bo'ldi, hamma narsamiz o'zgardi. Tozalaymiz, saqlaymiz. Endi qaranglar, mana bu joyda bizda birga korpus turadi. J korpusni almashtirib chiqamiz. Yo'q. Всех vardimi? Выделенный va выделенный qilamiz. Bitta shuni o'zgartira olmadimmi? Bo'ldi. Endi fasadlarga kelganda
Texnik fasad. Bu yerga beramiz. Все. Ko'rdinglar, boyagidagi orqalariga tegmadi-da, faqat fasadni o'zini almashtirdi. Aytaylik, xuddi shu tip ishlarda penalni yasaymiz. Agar kerak bo'ladigan antresolni yasaymiz va shunda bitta tip o'zi bilan butun hamma almashib chiqadi va misol uchun o'rta qismiga ikkinchi etajga hech qanaqa aloqasi bo'lmaydi. Faqat shu yerda o'zi almashadi. Tak, demak. Biz bu yerda nima yana yasamadik? Yasamagan narsamizni yana yasab olamiz. Buni yopamiz, buni yopamiz. Yo'q, hozir. Biz gazni tegini yasamadik va mo'ykani yasamadik. Hozir mo'yka bilan gazni yasaymiz. Fasad parametrik bizada turaveradi. Скрыть выделенное. Смотрите как. Так, mo'yka. Mo'yka xohlasa xohlamasa eshiklik bo'ladi. Bu yerdan bizga kerak emas bo'ladi. Parametrik nomni qo'ysak, ishlashimiz qulay bo'ladi. Parametrik polka kerak bo'lmaydi bizga. Va korpuslar, korpus detallari, parametrik polka, quruq polka. Korpus detallari, fasadlar, tortma. Buni biz qayerda yasadik? Eslatib yuboringlar endi. Tamam dedi, to'g'ri. Orqa stenka, penal yo'q. Birinchi qavat, korpus, fasad. Korpus detallari, parametrik polka, polkalar. Bu detallarimiz qani? Biz qayerga saqladik? Texnik. Orqa stenkalar, uchinchi etaj, ikkinchi etaj. Mana ekan. Esingizda bo'lsa, mana planka 100 taraf. Mana planka bizga kerak emas. Tak. Birga blok. Plankani biz shunday qo'ygan ekanmiz. Mana bundan qo'ymagan ekanmiz hattoki. Blok 10. Shundan bizning chap taraf blokimiz. Bu yerda 10 taraf blokimiz. Bu yerda ham blok 10 deb nomlanib qolgan ekan. Mana shu nomini to'g'rilab qo'yishimiz kerak. Demak, xato chiqdimi? Xatoni bir deganda o'zgartirib planka 90 2x ikkitali planka. Mana bu joyda topishimiz oson bo'ladi. Demak, buni prisatga solib qilib bergan ekanmiz. To'ppa-to'g'ri. Tak, prisatga. Ishlaydi biz shift bilan belgilab, keyin tabga bossanglar. Bo'ldi. Bizga HDF blokimiz kerak emas. HDF tik-tik bilan olib tashlaymiz. Endi 100 ga planka beramiz. 100 tarafdan plankamiz. Üst tarafdan qo'ydik va orqa tarafga ham kerak bizga. Demak, plankamiz bizda teskari tarafga o'ynayotgan ekan. Chiqsa yo'q, orqaga o'tkazib qo'yamiz. Bo'ldi. Так, установить на проекте параметрическая секция, проверять соединение. Proyekt teskari tarafdan ko'rsatgan ekan, bir xil paytlarda. Buni olib tashlasanglar, misol uchun mana ustoq kelgandan keyin o'zingizlar yonga o'girishingiz kerak. Misol uchun. Qolgan tarafingizlar misol uchun yonga misol uchun o'zingizlar qo'yaverasizlar. Proyektni yoqib qo'ysanglar, o'zi yonga o'girib beradi. Bir xil payt shunaqa xato qilib turadi, boshqa tarafdan ko'rsatib qo'yadi. Demak, tayyor narsamiz. Endi bu yerda bitta narsa bor bizda. Mana buni ko'ryapsizlar. Petlani va mana bu plankamizni tushishini.
Hozirgi kunda ikkita yechiminglar bor. Sizlarga plus tarafi, misol uchun shu plankani 60 lik qilsanglar ham bo'ladi. Ya'ni 60 lik plankani hozir kromka qilish imkoniyati bor. Oldin yo'q edi shu imkoniyat. Chunki plankani shu joyini o'zida 60 lik berib ketsanglar bo'ladi. Balandligini bu 9 midi nechi edi bu? 80 ekan. 60 lik planka versiyada bo'ladi. Shuningdek, Mesan kompaniyasi hozirga qo'yadigan temir planka ham olib kelyapti. 3-yo'li qo'yib bo'lgandan keyin petlarni tushirib yuborsanglar bo'ladi yoki buni o'ziga misol uchun hamma fasadinglarda tushirib qo'ysanglar bo'ladi. Misol uchun standart bo'yicha 10 ga qo'yiladimi petlar? 10 ga qo'yilgan. Men nima ish qilaman? Xoslik tushuntiraman. Biz qanaqa qilib shu narsadan qutulganmiz. Plankalarimizni qotirib oldik. Men qanaqa shu narsadan qutulganman. Mana bu joyda hozircha sxema krepeza petli qo'shimcha yasab olganman. Aynan oshxona uchun past tarafimga qaysidir tushgan, qaysidir chiqqan bo'lmasligi uchun mana buni 130 qilib qo'yganman. O'sha plankamiz 90 lik bo'ladi bizda, o'sha oldingi 80 lik bo'ladi. 130 da petli, tepa ham pasti ham 130 da bo'ladi. Ya'ni qaysi seksiya bo'lishidan qat'iy nazar razmeri bir xil bo'lsa, hattoki suvni tegi moyka bo'lsa ham petlam joyi bir-biriga tushadi. Shunaqa darajada yasab qo'yganmiz. Shunaqa yasab olsanglar bo'ladi. Buni hozir men pastga tushirganimdan foydasi yo'q, chunki ertaga qo'yganimizda baribir o'zgaradi bu. Shuning uchun qo'ygandan keyin o'zgartirib ham qilamiz. Biz otini yozmadik. Demak, mo'ykamiz tayyor. Mo'ykani almashtirib ko'ramiz. Oxirgi mo'yka bizda. Endi mo'yka almashdi. Fasadga kiramiz. Ham ish qilib bo'lgandan keyin fasadni bitta oldinglar, fsed ordinglar bo'ldi. Faqat past taraf yoki tepa taraf almashadi. Ya'ni parametrik ishlaganlar hisobiga. Plankalarimiz joy-joyida hech narsa surilib ketmagan. Bitta shu petlarimiz tepaga chiqib qolgan. Bu joyda uchun telik mana bu nuqtasigacha tushirib qo'ysak, mana bizda aniq nuqta bor. Yoki chizib olamiz. Любой nuqtani. Bu endi tezroq bo'ladigan variant ishlayotgan paytingizda. Petlarning chizig'ini tushiramiz bo'ldi. Shunda ishimiz bitadi. Ya'ni parametrik o'zidan yoki to'g'irlab ketsanglar bo'ladi. Ya'ni bunga alohida fasad qilib, oshxona mebeliga, ya'ni mo'ykaga alohida fasad ishlagan qilib ketsanglar bo'ladi. Ikkinchisi joyiga to'g'irlasanglar bo'ladi. Mana bunaqa hozir ko'rsatganimdek. Uchinchisi umumiy hamma petlarni 13 ga tushirib qo'ysanglar bo'ladi. Hozir qani gapirayotganimda o'zim qolib ketdi. Deyarli hozir bizada bu joyda bizga yetishmayotgani, adashmasam burchaklar, o'ng taraf, chap taraf burchak yetishmayapti, kargo yetishmayapti va texnika yetishmayapti, pech. Shuni yasab qo'ysak, keyin xohlaganimizni qo'shimcha o'zimiz yasab qo'ysak bo'ladi. Masalan, mikrovolnovkali, boshqali, navorotlarni asosiy ishlashimiz uchun, misol uchun mo'yka bor. Ikkita mo'yka emas bizda yoki 3 ta mo'yka emas, odatda 3 ta bo'ladi. O'ng taraf, chap taraf ikkita eshikli bo'ladi. Bizda bitta. Bittani o'zi hal qilyapmiz. Misol uchun aytaylik, shu mo'ykamizni bunga parametr qo'yib qo'ysak bo'ladi. Misol uchun tepasi 60, 70, 80, 90 bo'lsa, buni ham 60, 70, 80, 90 katta bo'ladigan, undan katta bo'lmaydigan qilib qo'ysak bo'ladi. Qo'shimcha parametr u ham misol uchun mo'ykaga. Shunda tepa bilan past bir xil tushib, simmetriya bo'ladi, chiziq-chizigiga tushadi. Hozir bu kichkina bo'la oladi. Aytaylik, bu yoq tarafda bizda o'ng tarafga qarash kerak va kattalashtirganimizda ham o'zgarib qolish kerak emas. Fasadlar parametrik o'ng tarafga tashladik, выделенный. Misol uchun petlarni oxirida to'g'irlayman desak, oxiri ishinglar tugagandan keyin to'g'irlaysizlar, bo'lmagan joyiga qaytib qolaveradi. Qachon kattalashtirdik, kattalashtirganmiz va kichkinalashtirganmiz. E'tibor bersangiz, kattalashtirganimizdan petlar joyiga qaytib qoldi bo'yiga chizig'i. Yo'q, kichkinalashtirdik. Shunda bizda bir marta almashtirib qo'yamiz, ishimiz bitadi. Umumiy hammasini qilib bo'lgandan keyin fasadlarni bitta yengilab olamiz, o'zimiz kerak rang tanlab olamiz. Shu bilan ishimiz bitadi.
darsimizni ham mana ikkita darsga bo'lmoqchi edim haqiqatda. Bitta darsda hali 1 soatga bormagan ekan, shuning uchun imkon qadar qaytarib yaxshi cho'mmaguninglarcha shuni o'rganishlarni maslahat beraman. Va bundan keyingi darsda o'sha qolgan narsalarni yasaymiz, to'killarni alohida yasaymiz va ikkinchi taraflarni yasashni boshlaymiz. Undan keyin penalni, antresollar va shu bilan oshxona mebelini butunlay bitirsak bo'ladi. Harakat qilaman kamroq darsda soat ko'proq bo'lsa ham ko'proq informatsiya berishga.